Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, musohibin aka-ukalar. Mana navbatdagi Samarqand fasonimiz tayyor bo'ldi. Eni 3.10, bo'yi ham 3.10 bo'ldi. Birinchi qavatlisimiz 2lik. Betidagi yerang'oq fasonlisimiz 1.1lik bo'ldi. Zamoglari zubur zamok. Stoykalariga keladigan bo'lsak, stoykalarimiz 10 ga 10 dan foydalandik. Tepasiga 10 ga 5, pastlari shiviller qo'ydik. Kraskalarimiz devo kraska bo'ldi. Darvozamiz orqa holati. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomer qoldiramiz. Zamoklarimiz zubur zamok. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Darvozamiz narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadratini 1.300.000 so'mdan, общий summasi 12.500.000 so'mga Farg'ona viloyati Beshariq tumani Vatan qishlog'iga olib kelib ustunovka qilib berdik. Aka-ukalar, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.